Bugun 9-kun. Yangi qo'ydim. Biz mana Berdiqul aka shu yerda hozir qarovlik qilayotgan ekan. Jizzaxning G'alla Orol tumanidamiz, chiqib ketadigan joyi. 2 kilometrdan keyin chiqib ketaman? 3 kilometrdan keyin chiqib ketadi. Do'stlar, mana yangi ko'prik ekan. Bu necha metr endi? Berdiqul aka? Pastdan nima o'tgan? Kanalmi, soymi? Nima o'tgan pastdan? Suv keladigan joy. Soymi, kanalmi? Sel kelsa ha qo'purning ichidan chiqadi suv. Mana katta qo'pur bor. Tunnel bor o'ning tagida. Bu keyin suv qayerga ketadi, qarab ketadi? Sanzar daryoga qo'shiladi, Sanzar. Sanzar daryomi? Sanzar daryo, mana. Mana bu yerga Sanzar daryosi. Sanzar daryosi. Daryo bormi shu yerda? Evet, daryo bor, kattasi. Sanzar. Buni daryomi? Daryo, ha. Oh. Sanzar daryosi. Do'stlar, ha, shu daryoning olti ekan mana. Sanzar daryosi ekan. Hozir qorong'ida ko'rinmayapti, bu yerga kunduzi qilib bersalar. Sanzar daryosi. Bo'ladi. O'zi ham katta daryo bo'lsa kerak, ha? Yo'q, uncha katta. Buncha emasmi? Kichkina. Teskari oqadi bu. Teskari oqadi? Teskari oqadi bu. Qandayga teskari oqadi? Hamma butun dunyoda sharqqa qarab oqmaydi ekanda, suv sharqqa qarab. Aha. Bu sharqqa qarab oqadi. Sharqqa qarab oqadi? Sharqqa qarab oqadi. Hamma daryo g'arbga qarab oqqanda? Hamma g'arbga, janubga oqadi. Bu teskari sharqqa qarab oqadi. Polishidasi chiqdi-ku, polishidasi. Aha. Ilgari. Aha. Katoriy dedi. Suvni dedi. Qaysi daryada teskari oqadi? Qaysi orolda dedi. Shu tushdimi? Mana shu G'alla Oroldagi Sanzar daryosi deb. Javob shu bo'lganda, do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shunday sarguzashtlar bizda.